Assalamu alaykum azizlarimiz, abkalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, hammangizga ro'za-oyi Ramazon oyi bilan yana bir bora tabriklayman. Ramazon oyida ajoyib skidkalarni aytchakman. Shu yo'naklardan 1-2 qoldi. Shuning uchun siz azizlarim uchun o'zini bahosidan zarara bo'lsam zo'r baholarda qo'yib berjakman. Ertang pullaringiz bo'lsa olib qo'yinglar, adlaringizga chiqadi. Hali bir havola salqin. İşlerimde 450 deb 350 koydum ki 300 koydum ki 280 koyardım. Acayip baha lekin xafa bo'lmanglar eldirak ağallar nechun desa hozir zararna bo'lsam qo'yjakman 1-2 menda durmasın lutshi meni azizlarim hazzati giysin deb bularni shularni sizlarga 200 ming so'mdan qo'yib beraman. 200 ming so'ma hattoki tikpan bermaydi bu tilkilarimni shuncha hazzatib olib giyinglar. Hali hozir sezoni boyinam giyadun. Hadamin göz açmayın yumincha güzekam geladi güzekdam giysizlar. Yana bir gap aytchakman. Masalan birovlaringizga podarka etchak bo'lsangizlar, opa-singillaringizmi, qaynonalaringizmi masalan bersangiz ham hozir 100 ming so'm bermakka uyalasizlar baribir. 200 ming so'm berasiz kamida bir yere barjak bo'lsangiz ham lutshi 200 ming so'mni 10 dona inshuradan olib aparsangizlar hem görümler hem algan adam ham sönüp hazzetip giyadi shuni kime aparsangiz ham shuncha lutshi 200 ming so'm pul bergandan ko'ra shu vajlarimni sizlarga 200 ming so'm etib beraman. Yine hazzatib meni bahonamda o'zingiz ham giyinglar. Birovlarga podarka olib berib ulan ham so'ntiringlar yaqinlaringizni. Shuning uchun lekin xafa bo'lmanglar, ertaroqlar ustuna shuncha qo'yadi ekan deb ham o'ylamanglar. Nechun desanglar Allohim guvoh 50 ming 60 ming zarari bo'lsam har qaysinda zalal yo'q. Lutshi bu qolgandan ko'ra men shu podpischiklarimga ajoyib etib skidka baho qo'yib bering, zarar ko'rsam ham lutshi ularni hazzatib giygani yaxshi deb men bularni hammasini 200 ming so'mdan qo'ydim. Ulgirkanlar o'zi az qoldi, arkasida 2-3 qoldi. Menda durgandan sizlarni giyganlaringiz yaxshi deb turibman. 200 ming so'ma hazzatib olib giyinglar tilkilarimni. Esa ulgirkanlar keyin tamam bo'libdi deb yurmanglar. Hammasini 200 ming so'mdan qo'ydim shu vajlarimni. Hammangni kutik qolaman. Yana bir bor aytaman. Bizlara qimmat beribdi ekan demanglar. Zarari bo'lsam qo'ydim shuni. Esa hammangni kutaman.